Ojonlar yaxshilab ahamiyat beringlar deman, og'zini ochib tilini chiqaryapti. Pastki jag'i bor, yuqori jag'i bor. Burun suyagini ko'ryapsizlarmi? Ana shu suyak yo'q bolada. Undan tashqari bo'yni ham qalin ancha. Hozir bo'ynini ko'rsataman. Mana bo'ynini o'lchab berganmiz, 4,1. 12-13 haftalik. Down sindromi belgilari bilan. Xo'p, buni nima uchun aytyapman sizlarga? Mana bitta ahamiyat beringlar, burun suyagini o'lchaganmiz. Ko'rasizlar? O'sha. Buni nima uchun aytyapman sizlarga? Bizda ojonlar, imенно bizda Down sindrom belgilari aniqlansa ham, bolangiz aniq Down, bu bolani oldirishingiz kerak deb hech qachon aytmaymiz. Shu sindrom belgilari ko'rinyapti, oyisi analizlar topshirishingiz kerak, topshiring, o'shanga qarab ota-onani o'zi hal qiladi bu bolani oldirish yoki qoldirish to'g'risida. Tushundinglar ham? Shuning uchun